Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan so'radim deydilar. Erni gardanida xotinni qanday haq huquqlari bor ya Rasululloh? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar: birinchisi iqtisod, yaxshi taomlantirib, yedirib boqishing. İkincisi kiyintirishing, kiyimlardan xabar olishing. Uchinchisi hech qachon urmasliging, ayniqsa yuziga urma ayolingni. To'rtinchisi hech qachon onasidan, otasidan, zotidan haqoratlanib, tahqir so'kinishlarni qilmagin. Do'stingni bu so'zlar bilan dushmaningga aylantirib qo'ymagin. Arazlaganingda uydan chiqib ketmasdan boshqa xonada bo'lgin. Muhtaram birodarlar, hatto ba'zida namozxon, ibodatdaman, hajga ham borib keldim deganlarni xotiniga tahqir haqoratlarni aytib o'rganini guvohi ham bo'lib qolamiz. Hatto ba'zilar bor, pul topki, bozorga bor, qayerga borsang bor, pul topgin. Erini gardanida farz, oilani boshqarish, boqish. Ona, ayol bu ona. Farzandlarga ko'proq mehr ulashib, bolalarni qadrini, oqibatini ko'tarish, o'quvdan, maktabdan kelish borishiga qaraydigan, ko'chadan mehnat qilib pul topib kelish, bu erni gardaniga yuklangan vazifadir. Ummu Salama onamiz rivoyat qiladilar. Ummu Salama onamiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni jufti halollaridan biri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: qaysi bir xotin dunyodan o'tganda eri men shu xotinimdan mingdan ming roziman desa, bu erini roziligini topgan ayol albatta jannatga kiradi. Aziz